Sardor aka qachongacha Android ishlatib yurasiz? Maza qilib iPhone olsangiz bo'lmaydimi? Nima qilaman? Jamshid iPhone, normalniy telefonim bor-ku. iPhone olsangiz, kamerasi nomerading bilasiz, maza qilib kamerasidan foydalanasiz. Dovdir, o'zing nimalar deyapsan? Tupoy. Pura 80 Ultra'ning kamerasi ham, Vivo X300 Ultra'ning kamerasi ham iPhone'ingdan o'lsa o'ligi ortiq. Butun dunyo tan berdi. Sen avval ko'r bu telefonlarning kamerasini, keyin gapir. Dovdir. Jaso kitosh olmay, bo'pti, xo'p. Zato iPhone'da boyvachchalar oladi. Pulingiz yetmagani uchun gapiryapsiz endi, to'g'rimi? Qaysi miya bilan gapiryapsan bu gaplarni? Nimasi qimmat ekan iPhone'ni? Qo'limda Pura 80 Ultra ham 1000 dollardan arzon turmaydi. X300 Ultra'ni gapirmasa ham bo'laveradi. 1,5 dollar turadi. Buning katta korobkasi 2,5 dollar turadi. Endi Huawei'da Mate X degan telefonlari bor. 3,5 5,000 dollar turadigan telefonlari bor. Nimasi qimmat ekan iPhone'ni? Zato iPhone'ni narx tashlab yormaydi. Bir hafta ishlatib sotib olsangiz ham katta zarar qilmaysiz. Androiddachi? Android qimmat telefonlarni sotib oladigan odamlar ertaga sotib olish uchun olmaydi. O'lguncha ishlatadi. Puli qiziq emas ularga. Bilmayman, iPhone'da bir sikl tushib qolsa ham mancha narx tashlaydi deb turib, yo'nqisi balandiga osilishadi. Maza qilib ishlatish uchun olishmaydimi iPhone'da? Urasanmi siklini, urasanmi yo'nqisini. O'lguncha ishlat. Androidchilar unaqa 1-2 so'mga qarab o'tirmaydi. Tak что puldan umuman gapirma. O'zi halidan beri iPhone deyapsan, kerak bo'lsa iCloud ochishni bilmaysan. Funksiyalaridan qanday foydalanishni bilmaysan. Yana Androidni yomonlaysan. Tupoy, avval iPhone ishlatishni o'rgan. Bo'q tushunmasdan iPhone ishlatgan legenda deb yuravermasdan. Mol. iPhone'da yaxshi tushunmasam ham iPhone'ni maza qilib ishlataman. iPhone vashta kab berib yuboradi menga. iCloud ochishni bilmasam ham iPhone legenda. Cho'rt, qachon odam bo'ladi bular? Qachongacha bu iPhone'ni legenda deb yuradi? Tur yo'q aljiparaq.